Assalomu alaykum hammaga, hurmatli akalar, do'stlar. Dehqon akamizdan 2 dona emas, 3 dona mollar holatini ko'rsating. G'unajincha и ikkita toza, e'tibor berasizlar. Toza zotga ikkita novoschamiz sotiladi, xudo xolasa. Pastda raqamlar bo'ladi, telefonlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli akalar, haydang aka. Mashallah. Gap yo'q lekin. 1 metr 40 santimetr. Oldidan hang. Tamam. Qani? Bu yoqqa yuring. Ketdi. Laytni gumillatamiz. Xo'p, obzorni boshlaymiz. Laykni bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana shu birinchi shu g'unajinchaga ishqim ketdi. Avvalambor shu kichinadan boshlaylik. Hozir Dehqon aka, assalomu alaykum. Dehqon akamiz Alaykum assalom, assalomu alaykum. Sal uyatyapman deyishyapti akalar. Haqiqiy dehqon, xudo xolasa fikrlaringni kommentariyada qoldiraverasizlar. Bo'yi nechi bo'ladi shepim buni? Dadil gapirib aytaverasiz endi. 1.10 dan oshiqroq. Ha, 1.10 atrofida, 1 bilan 1 o'sha 1.5 1.10 atrofida. Unajin ekana. Yeb ichish qanday buni? Yeb ichish sog'liqlariga, garantiyaga, yashur hammasi Emlangan, muammo yo'q. Yeb ichishda kasalligi eng muhim akalar, yeb ichishda yashirga emlangan, cho'tki holatda. Mana molni holatini oldindan yaxshilab ko'rsataveraman. Tani toza ko'ryapsizlar, cho'tki holatdagi yaxshi mol ekan. Endi xudo xolasa, aka-ukalar, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Narxlari chiroyli bo'ladi. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirasiz. Har bittasini ko'rsatib o'taman, keyin narxlarni aytib o'tamiz. Navbatdagi molimiz, xudo xolasa akalar, toza, qaysi qanaqa poroda bu? Rossiyskiy poroda. Rossiyskiy poroda, toza qonli, garantiya deyishyapti. Bo'yi 1.30, 1.40 nargisi. Ha, buniki 1.30 ha? 1.30. Narginiki 1.40 atrofida. Aka-ukalar, xudo xolasa fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Molni yaxshilab ko'rsataveraman. Molni holati cho'tki. Yaxshi holatda. Mana yeb ichishlarni oldindan ko'rsataman. Mana sekin nimalarni yeb yotishibdi. O'tlardi. Bunisi ham mana. Cho'tki holatda. Buni bo'yi 1.40 dedingizmi? Ha, 1.40 oshiq plus. Bular tish buzganmi aka? Yo'q, tish buzgan yo'q. Tish buzmagan. Ko'ryapsizlar, tish buzmagan holatda ikkita novozimiz. Zangillatib, banglatamiz deydi. Haligi layklarni tirs bosib turib, xudo xolasa aloqaga chiqaverarlar. Telegram, WhatsApp hammasini qo'yamiz. Xo'p, endi mollarni ko'rdik, yaxshi. Birontasini endi nima qilib yetalab ko'rsatganingiz ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir nima qilib o'tirmaymiz. Yetalab ham qo'yaveramiz aka, yetalab qo'yaymi? Bo'ldi, yetalang, bitta yetalang. Bo'ldi aka. Yetalang. Yo'q. Bu tomonga o'ting, bu tomonga. Bu tomonga o'ting. Sen chiq. Yuring. Mana molni holatini ko'rsatib. Yuring baqa endi. Dehqon akamizni. Mol zo'ra ko'ryapsizlar holatini, cho'tki, Toza rossiyskiy aka. Toza rossiyskiy, dehqon akamiz o'zlari aytishyapti. Toza ishlaydi aka, sirga, nimalarga ham olishaveradi aka. Zotga qo'ygani ham bo'laveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa, yuvosh aka, poroda. Nargisini yetalaylik, endi nargisini ko'rsating. Xo'p. Ketdi. Mana akalar, bizda yolg'on yo'q. Borin borcha egasi o'zi ko'ryapsizlar, mana. Cho'tki holatdagi mol akalar mana. Mana meni bo'yim bilan pashti bir xil aka. Ha, siz bo'yingiz yetay deb qoldi. 1.70 aka bo'yim. Bor ekanda mol. 1.70 aka men bo'yim. Sizniki 1.70, 1.40 chiqar ekanda bemalol ha? Ha, bemalol. Sizdan 30 ga farq qilyapti. 1.40 plus aka mo. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar, narxlarini alohida obzor qilamiz. Endi aka-ukalar, do'stlar, Dehqon akamiz chetda eng qiziq joyga keldik. Hali aytib o'tdim, videoni oxirigacha ko'ringlar deb. Endi bu g'unajinchimizga necha pul aytamiz? Xudo xolasa yopishtirib obunachalarimizga qulay bo'ladigan qilib ayting. Qancha deyapsiz? Qancha bir mo'ljalda ayting endi. Xudo xolasa nasib qo'shib turgan bo'lsa, telefon qilishib savdolashaveradi. Bo'ldi aka, shu bozor narxida aka, bozordan daja arzon qilib beramiz aka. Bo'ldi, bozordan arzon qilib beraman deyapsiz. Necha pul berasiz? Qisqaniga nima qilib ancha o'tvoramiz aka. Bo'ldi, gap yo'q. Necha pul berasiz bunga? Dehqon aka 8.5 berishaversin aka. 8.5? 8.5 million berishaversin deyapti. Ozgina xayr bo'ladimi? Xayri bor aka, hammasi. Gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Endi navbatdagi buqamizga o'tamiz. Bunga necha pul endi xudo xolasa bu mo'ljal 1 metr 30 santimetrlik buqa, rossiyskiy poroda.
Aka qonlarini ham tekshirtirib olishaveradi. Toza rossiyskiy. Toza qonli. Fermadan olib baqqanmiz aka. Xo'p, bunga nechi pul endi? 23 dan aka xayriga o'tib beramiz aka. Jupiga Oldi qolish 23 dan. narxi yo'q. Maqsad sotish. Telefon bo'lsa kamini qilib berasizmi? Kamini qilib beramiz aka. Chiroyli qilib. Alloh rozi bo'lsin. Gap. Xudo xolasa aka-ukalar 23 dan jupiga deyishyapti. Ikkalasi mana kattarog'ini ham 23, buni ham 23 deyishyapti. Xudo xolasa kelishtirib so'raveradi. Yaxshi narx bo'ldi, zo'r narx bo'ldi. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlar bilan Soqqali bozor kanali admini bo'ldi. Hammalaring sog' bo'linglar, omon bo'linglar.